Qattasan Qirg'iziston, qattasan Tojikiston, qattasan Qozog'iston, qattasan Turkmaniston. Ana endi biz reytingimizni butun SNG bo'ylab boshlamoqchimiz. Bu reyting davomida biz eng chiroyli raqamlar va sizlarning davlatinglardagi noyob bo'lgan avtomashinalarni ko'rgani ketyapmiz. O'sha gap, kommentariyada o'zingizlarni bayrog'inglarni qoldiringlar. Eng aktiv bo'lgan davlatdan sayohatimizni davom ettiramiz. Bilamasizlar bizlarni kutyapsizda. O'shaning uchun обращение videolarni reyting uchun bizga vizitlarni kutib qolamiz va eng aktiv bo'lgan shahardan reytingimizni boshlaymiz. Bilasizlar, O'zbekiston bo'ylab sayohatimiz davomida sizlarni juda ham ko'p xursand qildik va sizlarni xursand qilishda davom etamiz. Sayohatimiz so'ngida mana shu hali o'zimda yo'q bo'lgan iPhone 7 Pro Max Limited Edition'ini qizilini sizlarga sovg'a qilib yuboraman deganida va mana nihoyat shu kunlarga yetib keldik. 2 kundan keyin mana shu telefonning g'olibini aniqlaymiz. Shartlari juda ham oson. Menga, Gulbahor opaga hamda China House'ga obuna bo'lib qo'yasizlar va har bitta videoni kommentariyalarda, layklarda aktiv bo'lsanglar bo'ldi. Har xil yo'nalishdan g'olib uchun nomzodlarni aniqlab 2 kundan keyin mana shu telefonning g'olibini aniqlaymiz. Bu hali boshlanishi, sizlarning oldinda juda ham ko'p sovg'alar kutyapti. Sizlar aktiv bo'lib tursanglar, bizga sovg'alarni berishda sizlar uchun davom etaveramiz. Qani ko'ramiz reytingimizda aynan qaysi shahardan boshlanadi. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston. Sizlarni kutamiz. Na связи reyt boshlanyapti. Qattasizlar. Biz yo'lga chiqishga tayyormiz-ayu. Let's go!